Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim 1-ci qism. 50-ci bab. Yüz mağızlarga uruşning, yaqinlarini yirtishning, jaholat duolari bilan duo qilishning haramligi to'g'risida. 245-246 hadis. İbn Mas'ud radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Musibat yetganda yüz mağızlarga qachab urgan, tatilab yaradar qilgan, kiyimlarini, yaqinlarini yirtgan, Cahiliyet duaları bilan dua qilgan, ya'ni cahiliyet urf-odat qilgan kishi bizdan emas. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Tirmizi, Ibn Majah to'plagan. Nasai 1843-ci hadis, Muslim 149-ci hadis, Abu Davud 2723-ci hadis. Sahih. Bunu qilmagan, bunu qilgan odam sunnatimdan yuz o'rgan kishi mendan emas, mening jumlamdan emas deganning ma'nosi mundaq. İmam Nəvəvi sünnətdən qəsdən yüz öyrəsə, itiqad qılmasa, təkəbbürlük qılsa, başqalarının yolunu, dinini tutub alsa, məndən emas. Yəni, o musulman emas degan buludu. Əməliyyatda səbəb bilən, özür bilən qılalması günah yox. İlim, ibadet, cihatqa özünü atab, to'y qilishdan cheklanib qalsa, ular bu ayıb dərsə kirməydi. Bəlkə o əvzəldir. İbn Hajar Əsqalani Buxariyning şərhida mundaq degan: Yüz öyrüş başqa narsaga o'tib ketishni ko'rsatadi. Maqsad mening yo'limni tutmay boshqa yo'lga kirib olsa, mendan boshqalarning yo'lini tutsa, mendan emas degan bo'ldi. Masalan, rohib bo'lib olsa. Ammo shariat qonuni bilan, ruxsat bilan, sabab, o'zir bilan zohid bo'lsa bo'ladi. Rohib yo'q. Lekin zohidlik bor. Mendan emas, bizdan emas, bizning jumlamizdan emas deganlik, agar shu ishni qilishda yoki qilmaslikda sünnetdən yüz öyrüşdə təvil bilən bolsa, səbəb özür bilən bolsa, xatalışıb bolsa, ixtiyarı bilən qılmay qalsa, urunluq bolsa, bunun mənisi bizning yolumuzda emas. Şu işni qılğanlar qatarida emas, yoki şu çekləngan işni qılmaydigan kishilarning yo'lida emas, shularning xili emas, axloqida emas degan bo'ladi. Bu u chog'da taftana, makruh yoki osiylik, gunoh bo'lib, islom dinidan chiqarib etmaydi, kofir qilib etmaydi. Sen musulman emas degan bo'lmaydi. Chunki biror harom ishni, gunohni, makruhni qilib selish yoki biror sunnatni tark etish bilan kofir bo'lib ketmaydi. Bo'libmi sunnatni tark etsa kofir bo'lmaydi. Ammo u sunnatni masxara qilib, kibr qilib, yuz o'rib, boshqa millat, boshqa dinning yo'liga kirib sunnatga e'tiqod qilmasa, ya'ni islom dinining ko'rsatmasiga e'tiqod qilmay, butunlay yuz o'risa, sabab özrü bo'lmasa, g'ayri e'tiqodga o'tib ketsa, mana bu kishi islom millatidan emas, musulmonlardan emas. Chunki uning e'tiqodi kufrning turidir. Maqsad bu bizdan emas degan so'z bir xil emas, ba'zi musulmon emas degan bo'ladi. Islom dinidan, millatidan chiqarib o'tadi. Xuddi shirik ishlarni qilsa, bizdan emas degandek. Ba'zi aqida e'tiqodga deyilsa, bumi islom dinidan chiqarib o'tadi. Chunki u shirikdir. Ba'zi harom gunohi kabira bo'ladi. Xuddi meyitga qo'shaq qo'shib, ovozliq yig'lab, kiyimini yirtib, yuzini tatlab, jarohat qilgan kishi bizdan emas degandek. Bu harom, gunoh degan bo'ladi. Lekin kofir degan bo'lmaydi. Ba'zi taptana tahdid so'zi bo'ladi. Amalga qiziqtiradi. Masalan, Qur'onni mungluq, tajvidli o'qimagan kishi bizdan emas degandek. Bu qiziqtirish yoki tahdid ya mubolag'a bo'ladi, ya achchiqlab, toyish, to'sish, cheklashni ko'rsatadi. Ba'zi farz vacib, sünnetga dalolat qilsa, ba'zi harom, makruhni ko'rsatadi. Har birining darajasi, martabasi bor. Shu buyurilgan ya cheklangan ishga qarasa, ayrim-ayrim hukm qilinadi. Kishilar o'xshash emas, amallari, niyatlari o'xshash emas, hukmi o'xshash emas. Buni tafsiliy ko'rib, to'liq bilib hukm qilish lozim. Yaxshisi hukmni hokim chiqarsin, qonunshunoslar chiqarsin. Biz faqat ibrat olayli, dalil keltirib tushunayli, deganni buyurganni qilib, to'sqanni yanayli. To'g'risini Alloh biladi. Ibn Abbas radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Bizning g'ayrimizning sunnatiga, ya'ni bizdan boshqa dindagi kishilarning yo'llariga kirib, sunnatiga amal qilgan kishi bizning jumlamizdan emas. Chunki u ig'irroqi kofir, mushrik bo'lsa, yengilroqi bid'atchi, fosiq bo'ladi. Daylami Firdavs to'plagan Hasan. 247-ci hadis. Abu Burd bundoq deydi:
Abu Musa radhiyallohu anhu qattiq kasal bo'lib qolib, o'shidan ketdi. Uning beshi ayolining quchqida edi. Uning ayoli ovozli yig'lab baqirishga boshladi. Uning ayoliga raddiya berishga qudrati yetmadi. Ondan u o'shiga kelib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bezor bo'lgan narsadan men bezorman. Rasululloh musibat yetganda chechini tushirgan, yo'ngrab ovozli yig'lagan, kiyimlarini yirtgan, o'zini urganlardan bezordir dedi. 248-249 hadis. Abu Burda bundoq deydi. Abu Musa radhiyallohu anhu hushidan ketganda, uning ayoli ovozli yig'lab baqirishga boshladi. Ondan u hushiga kelib, "Sen Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bundoq deganligini bilmamsan? Men musibat yetganda chechini tushirgan, o'ngrab ovozli yig'lagan, kiyimlarini yirtgan, o'zini urganlardan bezorman." Buxoriy, Muslim, Nasa'iy, Ibn Majah to'plagan. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim, 1-qism, 51-bab. Gap to'shib suxanchilik qilishning qattiq haromligi to'g'risida. 250-hadis. Uzayfa radhiyallohu anhuga bir kishining gap so'zlarini to'shig'ichi suxanchi ekanligi yetganda, u mundoq dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan. Bu yoqdan bu yoqqa kishilarning gap so'zlarini to'shig'ichi suxanchi jannatga kirmaydi. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim keyingi 3 kitob to'plagan. 251-252 hadis. Hammom mundoq deydi. Biz masjidda Uzayfa radhiyallohu anhu bilan birga o'tirsak, bir kishi kelib bizning yanimizda o'tirdi. Uzayfa radhiyallohu anhuga bu kishilarning gap so'zlarini sultonga ko'chirib qo'yadi deyildi. Ondan Uzayfa radhiyallohu anhu bu kishiga anglashni maqsad qilib mundoq dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan. Bu yoqdan bu yoqqa kishilarning gap so'zlarini to'shig'ichi suxanchi jannatga kirmaydi. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim keyingi 3 kitob to'plagan. Sahih. 52-bab. Kibr qilib, ishtonning o'shiqdan uzun kiyishning, bergan narsaga minnat qilishning, qasam qilib tijorat qilishning qattiq haromligi va qiyomat kuni Alloh taolo so'z qilmaydigan, rahmat nazari bilan qaramaydigan, ularni gunohlardan poklamaydigan 3 kishi to'g'risida. 253-hadis. Abu Zar radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bundoq degan. 3 kishiga qiyomat kuni Alloh taolo so'z qilmaydi. Rahmat nazari bilan qaramaydi. Ularni gunohlaridan poklamaydi. Ularga dardlik azob bo'ladi deb 3 qatim dedi. Abu Zar radhiyallohu anhu: "Ey Allohning elchisi, ular qo'shlab qattiq sen tortdi. Ular kimlar?" deb so'radi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Ular bo'lsa, birinchi, ishtinini g'o'shqidan uzun kiyguchi, ikkinchi, berginiga minnat qiluvchi, uchinchi, yolg'on qasam qilib mol sotquchi, yolg'on qasam bilan savdosini rivojlantiruvchi." Ahmad, Muslim, Nasa'iy, Abu Dawud, Tirmiziy, Ibn Majah to'plagan. 254-255 hadis. Abu Zar radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan. 3 kishiga qiyomat kuni Alloh taolo so'z qilmaydi. Rahmat nazari bilan qaramaydi. Ularning gunohlaridan poklamaydi. Ularga dardlik azob bo'ladi. Birinchi, minnat qiluvchi kishi bo'lib, bergan narsaga minnat qiladi. Ikkinchi, yolg'on qasam qilib mol sotquchi, yolg'on qasam bilan savdosini rivojlantiruvchi. Uchinchi, ishtinini g'o'shqidan uzun kiyguchi. Ahmad, Muslim, Nasa'iy, Abu Dawud, Tirmiziy, Ibn Majah. 256-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan. 3 kishiga qiyomat kuni Alloh taolo so'z qilmaydi. Ularning gunohlaridan poklamaydi. Ularga rahmat nazari bilan qaramaydi. Ularga dardlik azob bordir. Birinchi, qari shayx zinaxo'r. Ikkinchi, yolg'onchi kazob podshoh. Uchinchi, mutakabbir kibrisi bor faqirdir. Muslim bilan Nasa'iy to'plagan. Sahih. 257, 59 hadislar. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan. 3 kishiga qiyomat kuni Alloh so'z qilmaydi. Rahmat nazari bilan qaramaydi. Ularning gunohlaridan poklamaydi. Ularga dardlik azob bor. Birinchi, cho'l bayonida musofirdan suyuning oshqinini bermay cheklaydigan kishi. Ikkinchi, asrdan keyin bir kishiga Alloh bilan qasam qilib,
buni men manchilik pulga algan, falani yanga algan deb milini qimmat satgan kishi bo'lib, u kishi buning qasamiga ishonib, molni qimmat oladi. Amaliyotda undaq emas, u yolg'on qasam qilgandir. Asrdan keyin degan so'zni qo'shib keltirish, buni Alloh va Rasul obdan biladi. Olimlar bu namozdan keyin bo'libmi jamoat bir joyda tahorat bilan yolg'on qasam qilish gunoh kabira dedi. Uchinchi, imom xalifaga faqat dunyo uchun bayat qilgan kishi bo'lib, agar mol dunyo bersa vafo qiladi, bermasa vafo qilmaydi. Ahmad, Bayhaqi, Nasai, Tirmizi, Abu Davud, Ibn Majah 4 kitob to'plagan. Sahih. Yuqorqi ishlar gunoh kabira hisoblanadi. Bu haramdir. Chunki azob va'da qilindi. Ey tijoratchilar, qasam qilishdan nazar qilinglar. 53-bob. Kishining o'zini o'ldirib olishining qattiq haromligi. Kim o'zini biror narsa bilan o'ldirib olsa, uning do'zax ichida shu narsa bilan azoblanishi, jannatga faqat musulmon kiradi degan to'g'risida. 260-261 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Kim o'zini temir bilan o'ldirib olsa, u jahannam ichida mangu abadil abad qolgan holda jahannam o'ti ichida shu temir bilan o'zini azoblaydi. Qo'rsqini yerib jarohatlantirib azoblanadi. Kim zahar ichib o'zini o'ldirib olsa, bu jahannamda abadil abad mangu qolgan holda o't ichida shu zaharni doim ichib azoblanadi. Kim tog'dan o'zini tashlab o'lib olsa, u jahannam o'tida mangu abadil abad qolgan holda o'zini yuqoridan pastga tashlab o't ichida azoblanadi. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Tirmizi, Nasai, Ibn Majah to'plagan. 262, 63, 64 hadislar. Sabit ibn Zahhak radhiyallohu anhudan bu daraxt ostida bay'at qilgan kishidan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Kishining ustiga u ega bo'la olmaydigan narsa va'd nazar yo'q. Mu'minga la'nat qilish uni o'ldirganga o'xshashdir. Kim o'zini biror narsa bilan o'ldirib olsa, qiyomat kuni shu narsa bilan azoblanadi. Kim o'zini biror narsa bilan bo'g'izlab olsa, qiyomat kuni shu narsa bilan bo'g'izlanib azoblanadi. Kim islom millatidan boshqa millat bilan yolg'ondan qasam qilsa, islomdan boshqalarning qasam bilan qasam qilsa, yoki chaqchaq qilib yolg'ondan shundoq qilsa, u o'zi degandek bo'lib ketadi. Ya'ni shu millatga o'tib ketadi. Kim mol-mulkini ko'paytirish uchun majburiy qasam qilib yolg'on da'vo qilsa, Alloh taolo uning narsini texam kamaytiradi. Kim mu'minga kufrlikni muftan qilsa, kafir desa, u uni o'ldirganga o'xshashdir. Ahmad, Bayhaqi, Muslim 4 kitob to'plagan. Sahih. 265 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan billa Hunayn urushi qatnashdik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam islom da'vosi qiladigan, o'zi bilan birga urush qilayotgan bir kishini bu kishi davzoq ahlidir dedi. Jang boshlanganda u kishi qattiq urush qilib ko'p jarohatlandi. Bir kishi kelib, ey Allohning elchisi, sizlar bayatdan bu kishi davzoq ahlidir degan u kishi Alloh yo'lida qattiq urush qilib ko'p jarohatlandi dedi. Bu kishi uning keynidan minib kuzatgan edi. Rasululloh yana u jazman davzoq ahlidir dedi. Kishilarning ba'zi bu so'zni anglab shaklingili tas qoldi. Ular shu holatda turganda tuyuqsiz eliqi kishi jarohatining qattiq alamini bardosh qila olmay, o'q qaltisidan bir tal o'qni elib, buning bilan o'zini o'ldirib oldi. Yana birida qilichi bilan o'ldirib oldi deyilgan. Ya'ni o'q bilan o'lmay, ondan qilichi bilan o'ldirib olgan. Ondan musulmonlardan bir turkum kishilar aldirab kelib, ey Allohning elchisi, Alloh taolo sizning so'zlaringizni chiqardi, faloni o'zini o'ldirib oldi dedi. Ondan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Allohu akbar. Men o'zimning Allohning bandasi va elchisi ekanligimga guvohlik beraman. Ey Bilal, o'rningdan turib kishilarga bunday e'lon qilgan: Jannatga faqat mu'minlar kiradi. Mu'mindan boshqalar kira olmaydi. Haqiqatan Alloh taolo bu islom dinini fosiq, fojir kishilar bilan kuchlantiradi. Fosiqlar bilan islomga yordam beradi. Haqiqatan kishilarga ko'rinishida jannat ahlining amallarini qilgandek tursa-mu, amaliyotda o'z do'zax ahlidir. Haqiqatan kishilarga ko'rinishida do'zax amallarini qilsa-mu, amaliyotda u jannat ahlidir. Buxoriy rahimahulloh mushu hadisning oxirida haqiqatan amallar eng oxirgi bilan bo'ladi, eng oxirgisi hisob deganni ziyorat qilgan. Buxoriy Muslim to'plagan. Sahih. 267-268 hadis. Hasan Basriydan Jundubul Bijli radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan:
Haqiqatan sizlardan burun yashab o'tgan bir kishi bo'lib, uningga jarohat chiqib qoladi. Jarohat uning aziyat yetkazganda, u o'q xaltasidan bir tal o'qyani ilib, u jarohatga sanjivtidi. Ondan qat'iy qon to'xtamay u o'lib ketadi. Alloh uning uchun mundoq deydi: Bandam menga nafsi bilan aldirab qoldi. Menga aldirab o'zini o'ldirdi. Men uningga jannatni harom qildim. Muslim, Ahmad, Bayhaqi to'plagan. Sahih. Islom dinida o'zini o'ldirilish harom qilingan. Bundaq kishi harom ishni qilibla jon uzadi-da, do'zaxda o'ladi. Shu qotillik quroli bilan azoblanadi. Chunki u o'zidan iborat bir kishini o'ldirdi. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim 1-qism 54-bob. O'lja g'animatga xiyonat qilishning qattiq haromligi jannatga faqat mo'minlarla kiradi degan to'g'risida. 269-hadis. İbn Abbas Ömer radıyallahu anhumadan Xaybar günü bir nefer sahabe radıyallahu anhumlar aldığını qılıp kelip falani şehit boldu deyişip bir kişinin yanından ötüp bu kişim şehit boldu dedi. Andın Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yo'q, hergiz undaq emas. Men uni u xiyonat qilgan birdan ton yoki josaflik devzat gördüm deb, andın ey İbn Xattab, sen berip kişilerge mundaq nida qilib to'g'lig'in. Jannatga faqat shaksiz iymon keltirgan mo'minlar kiradi. Men berib chiqatim shundaq to'g'ladim. Ahmad, Muslim. 270-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan biz Xaybar urushiga chiqdik. Alloh bizga g'alaba ato qildi. Biz oltin kumush emas, balki kiyim-kechak, yemak-ichmak, matolarni g'animat oldik. Ondan biz vadiyga ketib bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga midam yoki rupa'a deyilgan bir qulni hadiya qilgan edi. Bir chog'da u Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tuyusini yuklab ketayotdi. Yoki yuktoqlarni yeyishga turganda tuyuqsiz uningga notinch o'q tegib uni o'ldirib etdi. Kishilar uningga shehidlik, jannat ajab oson bo'ldi dedi. Ondan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hargiz undaq emas. Alloh bilan qasamki, haqiqatan u Xaybar kuni olgan ton, rida, taqsimot yetmagan g'animatdan bo'lg'achqa uning ustida o't bo'lib lavllayotidi. Chunki u xiyonat edi, dedi. Ondan kishilar bu so'zni anglab, g'animatdan olgan bir tal, ikki tal oyoq sho'nishnimi biz buni Xaybar kuni olgan deb kelishga boshladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir ikki tal oyoq sho'nish bo'lsa-mu davzax o'tidindir, dedi. Buxoriy, Muslim, Bayhaqi, Abu Davud, Nasa'iy to'plagan. 55-bob. O'zini o'ltirib olg'uchi kishi kofir bo'lmaydi deganning dalili. 271-hadis. Jabir radhiyallohu anhu mundoq deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinaga hijrat qilganda Tufayli ibn Amr radhiyallohu anhu hijrat qildi. Uning qavmidan bir kishi uning bilan birga hijrat qilib, ondan u kasal bo'lib qolib, keslik chiday olmay, jazi-pazi qilib, pichoqni ilib, pichoq bilan qo'l barmoqlarining mafsal bo'ynini kesib o'tdi. Ondan ikki qo'lidan to'xtamay qon oqib, u o'lib ketdi. Ondan uni Tufayl ibn Amr radhiyallohu anhu tushida uning hayiti taqturqi yaxshi, go'zal, lekin qo'lini yepib olgan holatda ko'rib uningga "Sana Rabbim qanday qildi?" desa, u "Menga Rabbim o'z payg'ambar tarafiga hijrat qilganligim uchun mag'firat qildi" deb. "Sen nima uchun qo'lingni yepib olding?" desa, u "Menga sen o'zing buzayotgan narsani sana o'xshab bermaymiz" deyildi debdi. Tufayli ibn Amr radhiyallohu anhu bu tushni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'zlab berganda, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam "Ey Alloh, uning ikki qo'liga mag'firat qilsa" dedi. 56-bob. Qiyomatning oldidagi qalbida zarrachilik iymoni bor kishining qo'ymay jinini oldigan shamol to'g'risida. 272-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan. Haqiqatan Alloh Yaman tarafdan ipak raqtimi seliq, muloyim, yumshoq bir xil shamolni avatadi. U shamol qalbida kichik bir tal zarrachilik iymoni bor kishini qo'ymay jinini oladi. Hakim tutgan. 57-bob. Fitna fasodlar oshkora bo'lishdan burun yaxshi amallarga aldirashga targ'ib qilish to'g'risida. 273-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan. Zulmatlik kechining partisida qabih fitna fasodning yetib kelishidan burun yaxshi amallarga aldiringlar. U chaqlarda kishi mo'min tamoz qilib, kofir holatga kech qiladi.
Mömin adeti kech qilib, kafir bo'lgan olib taom atkizadi. Ularning ba'zisi dinini, iymonini bu dunyoning arzimas kichik narsalarga setadi. Ahmad, Muslim, Termiziy to'plagan sahih. 58. hadis. Mümin kişinin yaxşı əməllərinin bekar qılınıb ketişidən qorxub duruş toğrusida. 274. 275. hadis. Enes radiyallahu anhu'dan Sabit ibn Şimas radiyallahu anhu Ensarlarının xatibi idi. Ey müminler, avazınlarını peygamberinin avazını yuqori ko'tarmanglar degan oyat nazil bo'lganda, u uyda o'tirib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ko'rinmadi. Rasululloh Sa'd radiyallohu anhudan Sabitga nima bo'pti, u og'rib qolibdimi deb so'radi. Ondan Sa'd radiyallohu anhu Sabit ibn Şimas radiyallohu anhuning qishiga kelib, uningga Rasulullohning so'zini dedi. Ondan Sabit bu oyat nazil qilindi. Sizlar mening Rasulullohning ovozining ustiga ovozimni yo'qotib solganligimni obdan bilasizlar. Men Davzaq ahlidan ekanman dedi. Sa'd radiyallohu anhu buni Rasululloh xabar qilganda, Rasululloh u Davzaq ahlidan emas, balki u jannat ahlidandir dedi. Biz uni aramizda oyat bilan kirgan jannat ahlidan bo'lgan kishi deb qaraydik. 59. bab. Kishi jahiliyatdagi yomon amallarga azoblanamdi degan to'g'risida. 277. hadis. İbn Mas'ud radiyallohu anhudan kishilar ey Allohning elchisi, biz jahiliyat qilgan yomon amallarimizga azoblanamdiq deb so'raganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan. Sizlardan kim islomda yaxshi bo'lsa, yaxshi musulmon bo'lsa, u jahiliyatdagi kishilarga azoblanmaydi. Kim islomda yomon bo'lib qolsa, u jahiliyatdagi va islomdagi boshdan oxir hamma amallarga tutilib azoblanadi. Muslim, Ahmad, Bayhaqi, Ibn Majah to'plagan sahih. 278. 279. hadis. İbn Abbas, İbn Mas'ud radiyallohu anhudan biz ey Allohning elchisi, biz jahiliyat qilgan yomon amallarimizga azoblandik deb so'rasak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan. Kim islomda yaxshi bo'lsa, yaxshi musulmon bo'lsa, u jahiliyat kishilarga azoblanmaydi. Agar u islomda yomon bo'lib qolsa, boshdan oxir hammasi tutulib azoblanadi. 60. bab. İslamның, musulmon bo'lishning, hijratning, haj qilishning, uningdan burunqi barliq gunohlarni bekor qilib, kechirim qilinish to'g'risida. 280. hadis. İbn Shumasat bundoq deydi. Biz Amr ibn As radiyallohu anhu jon o'lish oldida uning yoniga kirgan edik. U bak uzun yig'lab ketib, yuzini tomtirib qilib oldi. O'g'li uningga, "Ey dada, Rasululloh sizlarga mundoq bishoratlarni bermaganmi?" dedi. U bizga oldin qilib turib, bizning eng afzal deb hisoblaydigan narsamiz Allohdan boshqa haq iloh yo'q, Muhammad Allohning elchisi deb guvohlik berish edi. Men 3 xil holatni boshdan kechirdim. Men o'zimning burun holatiga qarab baxsam, Rasulullohni mendek o'chirgan hech bir kishi yo'q edi. Men burun biror imkoniyatga erishib olsamla, Rasulullohni o'ldirishni bakmi yaxshi ko'ratdim. Agar men shu holat uchun o'lgan bo'lsam, albatta davlat ahlidan bo'lardim. Alloh taolo islomni, musulmon bo'lishni qalbimga paydo qilganda, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yoniga kelib, sizga bay'at qilishim uchun qo'llarini ostila dedim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'lini ochganda qo'limni tortib oldim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, "Ey Amru, san nima bo'ldi?" dedi. Men bir shartim bor desam, "Nimani shart qilsan?" dedi. Men uchun barliq gunohlarimning mag'firat qilishini dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, "Ammo sen haqiqatan islom dinini qabul qilib musulmon bo'lishning, undan burunqi barliq ishlarni bekor qilishini, gunohlarni mag'firat qilishini va haqiqatan hijratning, haj qilishning, undan burunqi barliq ishlarni gunohlarni bekor qilib kechirim qilishini bilmamsan" dedi. Ondan menga Rasulullohdan suyimliroq biror kishi qolmadi. Hech bir kishi ko'zimga Rasulullohdan ulug'roq ko'rinmadi. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ulug'ligini ko'zimga to'ldirishga taqat qilolmaydim. Ya'ni ko'zim ulug'ligini ko'rib qolmaydi. Qaragan sarim texmi ulug' ko'rinadi. Mendan Rasulullohni sifatlab berish so'ralib qolsa, sifatlab berishga hargiz taqat qilolmayman. Agar men o'sha holatım ustida o'lgan bo'lsam, shu holat ustida o'lib jannat ahlidan bo'lishimni bakmazda qilatdim. Ondan biz nurg'un ishlarga ega qilindik. Bu chog'dagi olamning qanday bo'lishini bilmayman. Mana men hozir o'lim oldida turibman. Men o'lib ketsam, meni erib qolguncha avvalda qilgan kishini o'tni ma'noq qilinglar. Meni dafn qilganda tupini az-azdan asta tashlanglar. Ondan qabrimning atrofida bir tugi o'ldirib, go'shi taqsim qilingan miqdorda turinglar. Men sizlarning mag'firat so'rasanglar bilan qalbimni taskin topqizib,
Rabbimning elchisi bilan qandoq murojaat qilishman, uni bilib olay dedi. Muslim. 281 hadis. İbn Abbas radıyallahu anhudan şirik ehlidan nurg'un kishilar ko'p qatim qotillik qilib, ko'p qatim zina qilib, ondan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qo'shiga kelib, sen degan narsa, sen bizni chaqirgan narsa haqiqatan bek yaxshi ekan, sen bizga bizning barliq gunohlarimizga kafarat bo'lak biror narsa bilan farq bergan bo'lsang deganda, ular Allohga ikkinchi bir ma'budni sherik qilmaydi, Alloh harom qilgan nohaq odam o'ldirishni qilmaydi, zina qilmaydi. Kimki bu gunohlarni qilayotgan oxiratda u jazoga uchraydi. Ey Muhammad, mening tilimdan aytqinki, gunohlarni qilaverib o'zlariga jinoyat qilgan bandalarim Allohning rahmatidan umidlaninglar. Alloh haqiqatan xohlagan olamning jami gunohlarini mag'firat qiladi. Shubhisizki, Alloh nihoyat mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir degan oyatlar nozil qilindi. Sura Zumarning 53-oyati. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim 1-qism 61 bab. Musulmon bo'lgan kishining jahiliyatdagi yaxshi amallarining hukmi to'g'risida. 282, 83, 84, 85 hadislar. Hakim ibn Hizam radhiyallohu anhudan u Rasulullohga: "Ey Allohning elchisi, men burun jahiliyat vaqtimda sadiq qilatdim, qul azod qilatdim, sizlar rahim qilatdim. Qilgan shu yaxshi ishlarimga ajr savob bo'lamdi" deb so'raganda, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Sen burun qilgan yaxshilik, sizlar rahimlaringning sababidan musulmon bo'lding." Muslim, Ahmad, Bayhaqi. U Alloh bilan qasamki, men shu jahiliyat vaqtimda qilgan yaxshilarni islom ishidan qildim, ham qilaman dedi. 62 bab. Iymonda samimiy sodiq, rostchil bo'lib ixlos qilish to'g'risida. 286, 287 hadis. İbn Mas'ud radhiyallohu anhudan iymon keltirib, iymonga zulmni, ya'ni shirkni aralashtirmaganlar amin xotirjam bo'ladi degan oyat nozil bo'lganda, bu sahobalarga qattiq ig'ir kelib, ey Allohning elchisi, qaysi biz birimiz o'zimizga zulm qilmay qoldik dedi. Ondan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "U sizlar gumon qilgandek emas, balki u zulm shirkdir. Sizlar Luqman alayhissalomning o'g'li qilgan buni sizni anglamadinglarmi? Ey o'g'lim, Allohga hech narsani shirik keltirmagin, chunki shirik keltirish eng chong zulmdir" degan. Buxoriy, Muslim. Mana bu oyatni oyat bilan tafsir qilishdir. 63 bab. Alloh taolaning faqat toat qila oladigan ishlarga taklif qilishi to'g'risida. 288, 289 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu bunday deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga osmonlardagi, zamindagi shaylar liderchilik qilish jihatdan bo'lsin, tasarruf qilish jihatdan bo'lsin, Allohning ilkididir. Dilinglardagi yomonlikni mayli oshkora qilinglar, mayli yoshiringlar, buning uchun Alloh sizlardan hisob oladi. Alloh xohlagan kishiga mag'firat qiladi, xohlagan kishiga azob qiladi. Alloh hamma narsaga qodirdir degan oyat nozil bo'lganda, bu oyatdagi dillardagi narsadan hisob olish sahobalarga qattiq ig'ir keldi. Ularning qalbiga burun kirmagan narsalar kirdi. Ondan ular kelib, sizlanib o'tirib, ey Allohning elchisi, biz namoz, ro'za, jihad, sadiq, zakatdan iborat o'zimiz toqat qila oladigan amallar qilgan edik. Mana endi sizlarga bu dildanmi hisob olish oyat nozil qilinibdi. Biz bunga toqat qila olmaymiz dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: sizlardan burungi ahli kitoblar biz angladik, amringga asi bo'ldik degandek demoqchi bo'lyapsizlar. Balki sizlar angladik, itoat qildik, bo'ysundik. Ey Rabbimiz, biz sizlardan bizni mag'firat qilishdan so'raymiz. Oqibat qaytadigan joy sizning dargohlaridir denglar dedi. Ular shundoq dedi. Ular buni o'qib qo'ydi, tilleri shundoq qasam keldi. Asalla o'qiy oldi. Ondan Alloh taolo shuning orqasida payg'ambar Parvardigori tarafidan unga nozil qilingan kitobga iymon keltirdi. Ularning hammasi Allohga va Allohning farishtalariga, kitoblariga va payg'ambarlarga iymon keltirdi. Bular Allohning payg'ambarlarining hech birini ayirib etmaymiz, ya'ni ularning ba'zisiga iymon etib, ba'zisiga iymon etmay qolmaymiz deydi. Ular biz da'vatini angladik va amriga itoat qildik. Parvardigorimiz mag'firatini tilaymiz. Oxiri yanilgan joy sening dargohingdir deydi degan oyatni nozil qildi. Ondan ular shunday qilyapti. Alloh taolo shuningga o'xshash nusxa olgandekla
Allah hech kimni taqit etmaydigan ish qilmaydi. Kishining qilgan yaxshiligining savobi o'zigadir, yomonligining jazosimi o'zigadir. Ular Parvardigorimiz, agar biz unutsak yoki xatolatsak, ya'ni biz unutish yoki savallik sababini amron to'liq o'rnay olmasak, bizni jazoga tortmagan. Parvardigorimiz bizdan ilgirkilarga yuklaganiga o'xshash bizga ig'ir yuk yuklamagan, ya'ni bizni qiyin ishlarga taklif qilmagan. Parvardigorimiz kuchimiz yetmaydigan narsani bizga ortmagan, bizni kechirgan, bizga mag'firat qilgan, bizga rahm qilgan. Sen bizning egimizsan, kafir qavmga qarshi bizga yordam bergin deydi degan oyatni nozil qildi. Rasululloh shundoq men shundoq qildim deb turdi. 64-bob. Alloh taolaning dildagi xotirlarni u amillashmasla o'tish to'g'risida. 290-hadis. Abu Hurayra Imron ibn Husayn radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: Haqiqatan Alloh ummatim uchun ularning dilidagi xotirlari paydo qilgan kishida so'zlagan narsalarni ig'ilda so'zlab o'tmaslar yoki amal qilib o'tmaslar afo qilib o'tib o'tdi. So'zlasa amaliyat qilinadi, lekin bu xotir himmatga qalbning faoliyati, qalbning qilqiga kirmaydi. Masalan, kibr qilish, hasad qilish, adovat, riyo qilishlar, menmanlik, ta'jiblanishlar gunoh hisoblanadi. Bayhaqi, Tabarani, Muslim to'rt kitob to'plangan. Sahih. 291-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: Haqiqatan Alloh ummatim uchun ularning dillari vasvas qilgan narsalarni amal qilib o'tmasalar, og'zida so'zlab o'tmasalar, afo qilib o'tib o'tdi. Amal qilsa, so'zlasa yezadi. Shundoqla ular majburlangan ishlarni o'tib o'tdi. Muslim, Ibn Majah, Bayhaqi to'plagan. Sahih. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: Haqiqatan Allah men uchun ummatimdan ularning dillari xotir vasvas qilgan ishlarni amal qilib salmaslam yoki so'zlab salmaslar afo qilib o'tibdi. Buxoriy, Ahmad, Nasai to'plagan. Sahih. Abu Zar ibn Abbas Salban radhiyallohu anhulardan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: Haqiqatan Allah men uchun ummatimdan ular xatolashgan ishlarni, unutgan ishlarni, majburlangan ishlarni afo qilib o'tibdi. Ahmad ibn Majah, Tabrani, Hakim to'plagan. Sahih. Xatolashgan ishida afo qilish oyatda sahih hadislarda ko'p mujohid xatolashsa bir ajr oladi. Majburlangan ishmi dilda iymonni yushirib, tilda boshqa so'zni so'zlab qo'yish oyati bordir. 65-bob. Banda bir yaxshilik qilishni maqsad qilsa, u yeziladi. Agar yomonlik qilishni maqsad qilsa, uni qilmoqchi yezilmaydi degan to'g'risida. 292-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: Alloh taolo katib farishtalarga bundoq deydi: Bandam biror yomonlikni maqsad qilib, planlab uni qilmasa, uningga yomonlikni yozmanglar. Yana bir xotirda bir yaxshilik qildi. Agar u yomonlikni qilsa, uningga bir yomonlik qildi deb bir gunoh yozinglar. U bir yaxshilikqa maqsad niyat qilsa, lekin uni amaliyot qila olmasa, uningga bir yaxshilik yozinglar. Agar maqsad qilib amal qila olsa, buni bandam uchun 10 yaxshilik yozinglar. 293-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: Alloh taolo bundoq deydi: Bandam bir yaxshilik maqsad niyat qilsa, lekin uni amaliyot qila olmasa, men uni bandam uchun bir yaxshilik yozaman. Agar maqsad qilib amal qila olsa, men uni bandam uchun 10 yaxshilikdan 700 ko'paytirib yozaman. U bir yomonlikni maqsad qilib planlab uni qilmasa, men uningga uni yozmayman. Yana bir xotirda bir yaxshilik yozdi. Agar u yomonlikni qilsa, men uni bir yomonlik yozaman. Muslim, Bayhaqi, Tirmiziy to'plagan. Sahih. 294-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: Farishtalar bundoq deydi: Ey Rabbimiz, shu faloni bandalari bir yomonlikni qilishni iroda qilyotidi. Allah bilib turib, ko'rib turib bundoq deydi: Uni kuzatib turinglar. Agar u yomonlikni qilsa, uning uchun yomonlikni bir yomonlik qildi deb yozinglar. Agar u yomonlikni qilmay tark etsa, uning uchun bir yaxshilik yozinglar. Chunki haqiqatan u yomonlikni mening jahdimdan, mendan qo'rqib tark etdi. Shuning uchun Allohdan qo'rqat bir yaxshilik yozdi. Ahmad, Muslim. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: Biringlar islomni, dinni yaxshi qilsa, ya'ni yaxshi musulmon bo'lsa, uning qilgan har bir yaxshi amalga uning o'qishidek 10dan 700 gacha ajr yoziladi. U qilgan har bir yomon amal bo'lsa, birga yoziladi. Ya'ni birga bir yoziladi.
Bu Allah uchrashgan qadar shundoq bo'ladi. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim. 295 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Kim bir yaxshilikni qalbida planlab niyat va maqsad qilsa, deha amal qilmasimi, Alloh uni o'z nazarida kamil bir yaxshilik qiladi. Agar maqsad qilib amal qilsa, Alloh uning niyati ixlosiga qarata o'z dargohida ondan 700 yaxshilik qiladi. Ixlosiga qarata taqamad chandan ziyorat qilib aslab qiladi. Agar bir yomonlikni maqsad qilib, uni qilmasa, uning bu plani yomonlik deb bilmaydi. Alloh uni o'z nazarida kamil bir yaxshilik qiladi. Agar maqsad qilib, u yomonlikni qilversa, Alloh uni bir yomonlik qiladi. 296-297 hadislar. İbn Abbas radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Haqiqatan Alloh yaxshiliklarni va yomonliklarni yozib bo'ldi. Ondan bayon qilib bunday dedi: Kim bir yaxshilikni qalbida planlab, niyat va maqsad qilsa, deha amal qilmasami, Alloh uni o'z nazarida kamil bir yaxshilik qiladi. Agar maqsad qilib amal qilsa, Alloh uni niyati, ixlosi yaxshi bo'lsa, o'z dargohida undan 700 yaxshilik qiladi. Ixlosi qarata texmi chandan ziyoda qilib, aslab beradi. Agar bir yomonlikni maqsad qilib uni qilmasa, Alloh uni o'z nazarida kamil bir yaxshilik qiladi. Agar maqsad qilib u yomonlikni qilaversa, Alloh uni bir yomonlik qiladi. Allah xolisa uni o'chiradi. Mana endi Allohning rahmati fazli oldida faqat alaq bo'lg'uchilarla alaq bo'lib turishadi. Bayhaqi, Buxoriy, Muslim to'plagan sahih. Kishilar ichida birlar xonasi, ya'ni yomonliklari o'nlar, yuzlar, minglar xonasi, ya'ni necha chendan yaxshiliklarni besib ketgan kishilar bordir. Hatto kishining dinichilik yaxshiligi yo'q kishilar bordir. Ular do'zaxga loyiqdir. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim 1-qism 66 bab. İman to'g'risidagi vasvasa va shuni topgan kishining deydigan so'zi to'g'risida. 298-299 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu bunday deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahobalaridan bir qism kishilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qishig'iga kelib, haqiqatan biz nafsimizda, ichimizda, o'z ko'nglimizda birimiz so'z o'tishni cho'nsanaydigan, ig'ir gunoh yuzab qo'ygan bir ishni, ya'ni Alloh to'g'risida ba'zi bir huturni his qildik deb so'rashdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday his qildinglarmi desa, ular shunday topdik dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu bo'lsa iymonning ro'shan eshigi dedi. Ya'ni shu vasvasani, huturni cho'nsanash, Allohdan qo'rqish, Allohni ulug' bilish, o'qish yo'q deb bilish iymonning jumlasidandir. Muslim. 300-hadis. Abdullah radhiyallohu anhu bunday deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam din vasvas sallallohu alayhi vasallamdan vasvasa to'g'risida so'ralganda, shu iymonning xolis satqiridir dedi. 301-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Kishilar savol so'raveradi. Hatto bu maxluqlarni Alloh yaratdi, Allohni kim yaratgandi deyiladi. Kim shunday vasvasa savol topsa, darhol men Allohga, Allohning elchisiga shaksiz ishondim, iymon keltirdim desin. Buxoriy, Muslim, Abu Davud to'plagan sahih. Allah azlidir. Allah azalda bor edi. Allah paydo bo'lgan emas, hadis emas. Allah'ның iqtidosi yo'q, intihosi yo'q. Allah'ның o'qishi yo'q. Allah maxluq emas, balki yaratuvchi xoliqdir. Allah boqi, u mangu mavjuddir. Allah'ni olti taraf qo'shmaydi. Aqllar Allah'ni cheksiz doiraga ololmaydi. Chunki Allah'ning o'qishi yo'qdir. Allah biz bilan birlidir. U qodirdir. Aqida o'qir. 302-hadis. Abu Hurayra Hisham radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Şeytan biringlarga kelib osmonni kim yaratdi, zaminni kim yaratdi deydi. Hatto Rabbing Allohni kim yaratdi deydi. Kim shunday vasvasa savol topsa, darhol men Allohga, Allohning elchisiga shaksiz ishondim, iymon keltirdim desin. 303-304-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Şeytan biringlarga kelib, "Ani kim yaratdi, mani kim yaratdi" deydi. Hatto Rabbini kim yaratdi deydi. Şeytan vasvasasi shu yerga yetganda biringlar Allohga sig'inib shaytondan panoh tilasin, darhol to'xtab olsin. Bayhaqi, Buxoriy, Muslim to'plagan sahih. Allah azli
Halik yaratıcıdır. O'xshashi yo'qdir. 305 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bundoq deganligini anglagan. Kishilar sizlardan ilm to'g'risida savol so'rashadi. Hatto ular bu Allohga bizni bag'ishlashni yaratdi, Allohni kim yaratdi deb so'raydi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu bir kishining qo'lini tutib turib, Alloh va Allohning elchisi deb ekan. Mendan ikki kishi shundoq so'radi. Bu kishi uchinchisi bo'ladi. Yoki birisi shundoq so'radi. Bu kishi ikkinchisidir dedi. 306-307 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ma'mundoq deganligini anglagan edim deydi. Ey Abu Hurayra, kishilar sendan ilm to'g'risida savol so'raverishadi. Hatto ular bu Allohga bizni bag'ishlashni yaratdi, Allohni kim yaratdi deb so'raydi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu bir chog'da masjidim tuyuqsizlar arabiy kishilar kelib, ey Abu Hurayra, bu Allohga bizni bag'ishlashni yaratdi, Allohni kim yaratdi deb so'radi. Men bir changal toshni ularga aytib, qo'pib ketinglar, yenimdan chiqib ketinglar. Do'stim Rasululloh menga rastab ekan dedim. 308-309 hadis. Anas radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bundoq degan. Alloh taolo bundoq deydi. Haqiqatan sening ummating doim ma'o narsa shundoq ekan, ma'o narsa bundoq ekan, mana Alloh yaratibdi. Bu Alloh barliq xalqni maxluqlarni yaratibdi. Allohni kim yaratgandi deydi. Ahmad 67-bab. Musulmon kishining mol-mulkini yolg'on qasam bilan yutib olgan kishiga do'zax bilan azob va'dasi berish to'g'risida. 310-311 hadis. Abu Umama radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bundoq degan. Kim musulmon kishining haqqini yolg'on qasam qilib elib olsa, haqiqatan Alloh taolo u kishiga do'zaxni vojib qilib, jannatni harom qiladi. Bir kishi, ey Allohning elchisi, kichikgina oz narsa bo'lsin shundaqmi deganda Rasululloh, garchi u narsa idrak yog'isining bir xil tayiqi bo'lsin shundoq bo'ladi dedi. Chunki harom degan oz bo'lsin, ammo harom-da. Ahmad, Muslim, Nasai, Ibn Majah to'plar. Sahih. 312-313 hadis. Ash'as ibn Qays ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bundoq degan. Kim majburiy yolg'on qasam qilib, zulm bilan shu qasam orqali musulmon kishining mol-mulkini elib olsa, u qasamda fojir, kazzab bo'lsa, qiyomat kuni u Alloh uning g'azab qilgan holda Alloh kechirishidi. Ondan Ash'as ibn Qays kelib, Abu Abdurrahman, ya'ni Ibn Mas'ud sizlar nima so'zlardi dedi. Ular mundaq hadis bayon qilib berdi desa, u rostlayapti. Tuvandagi oyat men to'liq nozil qilingan. Men bilan bir kishining orasida Yamandagi bir zamin bor edi. Ben bu ish to'g'riliq Rasulullohning qishida olib barsam, dalil isboting ikki guvohing bormi dedi. Men yo'q desam, bundoq bo'lsa bu kishining son qasam qilib berishli qoldi dedi. Men bundoqda bu degan qasam qilaverdi desam, Rasululloh shu chog'da ashu hadisni degan. Ondan shuni tasdiqlab Alloh taolo haqiqatan Allohning ahdisini, o'zining qasamlarini pichoq bilan saqlaganlar degan oyatni nozil qildi. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim to'rt kitob to'plagan. Sahih. 314 hadis. Ash'as ibn Qays ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bundoq degan. Kim majburiy yolg'on qasam qilib, zulm bilan shu qasam orqali musulmon kishining mol-mulkini elib olsa, u qasamida fojir, kazzab bo'lsa, qiyomat kuni u Alloh uning g'azab qilgan holda Alloh kechirishidi. Ondan shuni tasdiqlab Alloh taolo haqiqatan Allohning ahdisini, o'zining qasamlarini pichoq bilan yetirganlar degan oyatni nozil qildi. Yana birda mushu oyatni o'qidi. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim to'rt kitob to'plagan. Sahih. 315 hadis. Alqamaning dadasi radhiyallohu anhu bundoq deydi. Hazri mavtdan bir kishi, Kindat qabilasidan bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qarshiga hukm talab qilib kelib, Hazrimiylik kishi, ey Allohning elchisi, bu kishi menga g'olib kelib, mening zaminimni elib oldi dedi. Kindiylik kishi, u mening zaminim, bu hozir mening qo'limda, u zaminda buning hech qanday farqi yo'q dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hazrimiylik kishiga, sening dalil isbot hujjat yoki guvohing bormi dedi. Chunki da'vogar isbot guvoh keltirish lozim. U yo'q dedi. Rasululloh undoq bo'lsa bu kindiylik kishi san qasam qilib beradi. Chunki javobgar qasam qiladi dedi. Hazrimiylik kishi, ey Allohning elchisi, bu kishi fosiq, fojirdir. Bu qasam qilgan narsaga parvo qilmaydi.
Bu hech qanday narsani nazar qilmaydi dedi. Rasululloh sana faqat shular, ya'ni buning qasam qilib berishi bordir dedi. Kendiylik kishi qasam qilishga boshladi. U qasam qilishga rasmiy yuzlanganda yoki qasam qilib bo'lib qaytganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam agar u kendiylik kishi zulm qilib, azrimiylik kishining malini yeyib olmoqchi bo'lib qasam qilsa, u qiyomat kuni Alloh taolo uni yuz o'rib olgan holatda Alloh kechirishidi dedi. 316 hadis. Al-Qamatning dadasi radhiyallohu anhu bunday deydi. Hazratdan bir kishi, Kindas qabilasidan bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qashig'iga bir parcha zimin to'g'risida hukm talab qilib kelib, Hazratmiylik kishi: "Ey Allohning elchisi, bu kishi menga g'olib kelib, mening ziminimni elib oldi" dedi. Kindiylik kishi: "U mening ziminim, u hozirmi mening qo'limda. U ziminda buning hech qanday farqi yo'q" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hazratmiylik kishiga: "Sening dalil, isbot, hujjat yoki guvohing bormi?" dedi. Chunki da'vogar isbot guvohchi keltirishi lozim. Bu yo'q dedi. Rasululloh undoq bo'lsa bu kindiylik kishi san qasam qilib beradi. Chunki javobga qasam qiladi dedi. Hazratmiylik kishi: "Ey Allohning elchisi, bu kishi fosiq, fojirdir. Bu qasam qilgan narsaga parvo qilmaydi. Bu hech qanday narsa nazar qilmaydi. Bu mening o'zimni elib oladi" dedi. Rasululloh sana faqat shular, ya'ni buning qasam qilib berishi bordir dedi. Kindiylik kishi qasam qilishga boshladi. U qasam qilishga rasmiy yuzinib o'rnidan turganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Kim zulm qilib biror kishining belini yeb olmoqchi bo'lib qasam qilsa, u qiyomat kuni Alloh taolo unga yuz o'rib olgan, uningga qattiq azob qilgan holatda Alloh kechirishidi" dedi. 68-bob. Boshqalarning malini haqsiz elib olishni maqsad qiluvchining qini bekordir. U o'ldirilsa davzoqqa kiradi. O'z malini qo'dab o'ldirilgan kishi shahid bo'ladi degan to'g'risida. 317 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan bir kishi kelib: "Ey Allohning elchisi, qani deb baqsizlar. Bir kishi kelib mening malimni elib olishni maqsad qilsa qanday qilaman" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uningga malini bermagan dedi. U kishi: "Agar u men bilan malni tashib urush bo'lsa" dedi. Rasululloh: "Senmi malini qo'dab urush qilgan" dedi. U kishi "U meni o'ldiribsiz" dedi. Rasululloh: "Sen malini qo'dab o'ldirsang shahid bo'lasan" dedi. U: "Agar men uni o'ldiribsam-chi" dedi. Rasululloh: "U bulonchi davzoqda bo'ladi" dedi. 318 hadis. İbn Amru Sa'd Burayda radhiyallohu anhulardan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Kim malini qo'dab urush qilib o'lsa, u shahid bo'ladi." Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Tirmizi, Nasa'iy, Ibn Abbon to'plagan sahih. Sa'id ibn Zayd radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Kim malini qo'dab o'ldirsa shahid, kim qinini, jinini qo'dab o'ldirsa shahid, kim dinini, imonini qo'dab o'ldirsa shahid, kim ahlini, bolalarini qo'dab urush qilib o'ldirilsa, u shahid bo'ladi." Ahmad, Ibn Abbon 3 kitob to'plagan sahih. Suvayd radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Kim zulmga uchrab, zulmga qarshi urush qilib o'ldirilsa shahid bo'ladi. Sharti mo'min bo'lish." Nasa'iy, Ziyaul Maqdisi sahih. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim 1-qism 69-bob. O'z fadliga xiyonat qilgan aldamchi amirning davzoqqa loyiq bo'lish to'g'risida. 319 hadis. Ma'qal ibn Yasar radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Har qanday bir bandani Alloh taolo hadichi bosh qilsa, u musulmonlarning fadliga ega qilinib sinalsa, ondan u kishi ular xiyonat qilgan, soxtabozlik qilgan, aldamchi holda o'lsa, o'lgan kunimi tövbesiz holatda o'lsa, Alloh u kishiga jannatni harom qiladi." 320-321 hadis. Ma'qal ibn Yasar radhiyallohu anhu Ibn Zayyad uni yo'qlab kirganda, "Men sana burun so'zlab bermagan bir hadisni so'zlab beray" deb, bundaq bir hadisni so'zlab bergan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bundaq degan: "Har qanday bir bandani Alloh taolo hadichi bosh qilsa, u musulmonlarning fadliga ega qilinib sinalsa, ondan u kishi ular xiyonat qilgan, soxtabozlik qilgan holda aldamchi holda o'lsa, Alloh u kishiga jannatni harom qiladi." Buxoriy, Muslim, Bayhaqi. 322 hadis. Ibn Zayyad Ma'qal ibn Yasar radhiyallohu anhuni yo'qlab kirganda, u: "Men sana bir hadisni so'zlab beray.
Agar men o'lim oldida bo'lmagan bo'lsam, sana bu hadisni so'zlab bermaydim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: har qanday bir bandani Alloh taolo podachi bosh qilsa, musulmonlarga amr bo'lgan u kishi uni boshqalarga, bo'libmi qo'l ostidagilarga nasihat qilish bilan muomalat qilmasa, yaxshi boshqarib saqlamasa, tirishchilik ko'rsatmasa, buni podachi jannatning quruqini ko'ra olmaydi. Bular bilan dillar jannatga kirolmaydi dedi. 70-71 bab. Qalblarning ba'sidan amonat va imonning ko'tarilib ketishi, dillarga fitna fasodlarning tanlanishi to'g'risida. 323-324 hadis. Huzayfa radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga ikki hadis so'zlab bergan. Men uning birining yuz berganini ko'rdim, yana birining yuz berishini kutyapman. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: haqiqatan amonat kishilarning qalb iltizlariga Qur'ondan burunli nozil qilinib o'rnatilgan. Ondan Qur'on nozil bo'lib, kishilar Qur'onni, sunnatni bilib yaxshi o'zlashtirdi. Keyingi kunda kishi uxlab qoladi-da, qalbidan amonat ko'tarilib ketib, faqat chekitchilik anchiki izi qoladi. Ondan yana bir qatim g'aflat uyqusi tufayli-da, uning qalbidagi amonat ko'tarilib, xuddi qopirib qolgan qopartmaning oq izidek kichkina iz qoladi. Bu xuddi putung bilan bir cho'g'ni to'miltibassang, ondan qarab boqsang, uningga hech nima bo'lmagandek bir ishdir. Ya'ni amonat shunchalik qoladi, yo'q deyarlik. Ondan kishilar savdo setib qilishsa, ularning ichidan amonatni ado qilgudek biror ishonchlik odam topilmaydi. Hatto faloni jamoatda bir ishonchli odam bor ekan deyilsa, kishilar uningga u demagan, u nima degan yaxshi, ham kuchlik, nima degan esil, nima degan dono deb oxirini o'qiydi. Vaholanki, amaliyotda uning qalbida qichi urg'uchilik iymon yo'qdir. Boshqa xotirda Huzayfa aytdi: mening beshimdan shunday bir zamonlar o'tgandir. U chog'larda qaysi biringlar bilan savol setib qolsam parvo qilmaydim. Agar men muomala qilishgan kishi musulmon bo'lsa, uning diyonati haqqimni qaytarg'izatdi. Agar u xristian, nasara, yahudi bo'lsa, mening haqqimni ularning katobashlari qaytarg'izatdi. Ammo bugun men sizlarning ishinglarda faqat falon va falon bilan savdo muomalasi qilishman deyilgan. Buxoriy 6016 hadis, Muslim 206 hadis, Tirmizi 2501, 2105 hadis, İbn Majah 4043 hadis, Ahmad 22171 hadis sahih. 325, 326 ve 327 hadisler. Huzayfa radhiyallohu anhudan biz Ömer radhiyallohu anhuning oldida edik. Bu bizga qaysonlar Rasulullohning fitna to'g'risida hadisini yod olgan dedi. Men Rasululloh degandek yod olgan desam, u haqiqatan buning sanjiratib qani degani qandoq bo'ladi dedi. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kishining sinoq fitnasi ahlida, belida, o'z nafsida, bolalarida, qo'shnilarida bo'ladi. Uni ro'za, namoz, sadiqa, yaxshilik buyurish, yomonlikdan tutishlar kafarat bo'lib o'chirdi degan desam, u men buni maqsad qilmadim. Men dengiz to'lqinlagandek to'lqinlab ketadigan fitnani maqsad qildim dedi. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bundoq deganligini anglagan edim. Fitna fasodlar qalb xuddi bo'ra bir taldan to'qilgandek birdan tanglanadi. Qaysi qalbga fitna fasod ko'chirilib kirgizilsa, u qalbga birdani qarshi uriladi. Ko'p kirgizilsa ko'p uriladi. Qaysi qalb uni inkor qilsa, rad qilsa, u qalbga oqchik uriladi. Hatto bu qalb tubtuz ustidan nafsmas oqtashdek oqaradi. Bu qalbga osmon zamin davom qilib emish tutsa, mangu biror fitna zarar yetkazilmaydi. Fitna fasod zarar yetkazilmaydi. Yana bir qalb bo'lsa, qora, chor, olichpar bo'lib qolib, u xuddi dum qilingan, yeni qilingan ko'zga o'xshaydi. Shuning uchun uning qoraliqidan, ta'tirligidan yaxshilikni yaxshilik deb tonimaydi, yomonlikni inkor qilmaydi. Faqat u havoyavaslardan o'ziga kirgizilgan narsalarni la qabul qilib tuniydi. Ey mo'minlarning amiri, sizlarning u fitna fasod bilan nima ishlari, savol so'rashga nima hojatlari, sizlar bilan u fitnaning aloqada qilib turgan ish bordir desam, u eshik sundirilib chaqalamdi yoki ichilamdi dedi. Men ichilmaydi, balki chaqaladi desam, u undoq bo'lsa, bu fitnaning ishki menga taqalmagadek dedi. Biz Huzayfa radhiyallohu anhuga Umar radhiyallohu anhu ishning kimligini bilamdi desa, u xuddi deganning oldi bugun kechga kelgan bilgandek biletdi. Men uningga g'alatilik bo'lmagan, tushuniksiz bo'lmagan so'zlab bergan tursam dedi. Biz Huzayfa radhiyallohu anhudan ishning kimligini so'rashdan aylanib, qo'rqib
Masruqqa, sen onundan so'rab boqqan eding. U so'rasa, Huzayfa radhiyallohu anhu, ishki Umar radhiyallohu anhu shudur deb javob beribdi. Ya'ni bu kishi vafot bo'lsa, fitna fasodlar oshkora bo'ladi. Hamdiyatmi shunday bo'ldi. Muslim 207 hadis, Buxoriy 6567 hadis, Tirmiziy 2184 hadis, Ibn Majah 3945 hadis, Bayhaqi Ahmad 22322 hadis. Sahih. 72 bab. İslam dini g'arib boshlangan, pat yaqinda u yana g'ariblikka qaytdi. Din oxiri ikki masjid orasiga, ya'ni Madina bilan Makka orasiga qaytdi degan to'g'risida. 328 hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: Haqiqatan islom dini g'arib boshlangan. Bu yana pat fursatda g'arib boshlangandek yana g'ariblikka qaytdi. Shu chog'da g'ariblarga xush muborak. Bu hadisni Muslim, Ibn Majah, Abu Hurayradan, Tirmizi, Ibn Majah, Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan, yana Ibn Majah, Anas radhiyallohu anhudan, Tabrani, Salman, Sahli, Ibn Abbosdan to'plam bo'lib sahih. Olimlar mundoq dedi: Islom tunji qatim oshkora bo'lganda musulmonlarning ozligi, ojizligi bilan g'arib kishiga o'xshash edi. Keyin kuch topdi. Ondan yana oxir zamonda musulmonlar oz qiladi, islom ojizlashadi. Musibat islom diniga yetadi. Shu chog'da jannat ashu ozg'ini musulmonlarga nasib bo'ladi. Chunki ular dinsiz zolimlarning zulmiga sabr qiladi, iymonni saqlaydi. Ba'zilar bo'libmi tantavi boshdagilar g'arib bo'lsa, g'ariblarga xush muborak bo'lsa, islom yana qaytadan gullanadi. Boshda kuchlanib, gullanganda qayta gullanadi. Kishilardan boshqa kishilar yana salaf sohibada kishilar chiqargan degan. Yana ba'zilar islom haqiqatlari kishilarga yod tuyuladi dedi. Allohu a'lam. 329 hadis. İbn Ömer radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: Haqiqatan islom dini g'arib boshlangan. Bu yana pat yaqinda xuddi g'arib boshlangandek yana g'ariblikka qaytadi. Shu chog'da g'ariblarga xush muborak. Islom oxirida xuddi yilon o'z o'ziga qaytgandek ikki masjid orasiga, ya'ni Madina bilan Makka orasiga qaytadi. 330 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: Haqiqatan iymon oxirida xuddi yilon o'z o'ziga qaytgandek Madinaga qaytadi. Iymon ahli shu joyga to'plandi. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Ibn Majah to'plagan sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim 1. qism 73. bab. Zaman oxirida iymonning yo'qolib ketishi to'g'risida. 331 hadis. Anas radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: Yer yuzida, yer sharida Allah deyilmaydigan bo'lmoqcha qiyomat qoyim bo'lmaydi. Chin dildan Allah deyilmaganda ondan qiyomat qoyim bo'ladi. Chunki qiyomat kishilarning eng yomonlarining ustiga quriladi. Allah ular xuddi eshak tepdi. Ya'ni bir xotirda chin dilidan Allah deydigan kishining ustiga qiyomat qoyim bo'lmaydi deyilgan. Ahmad, Muslim, Tirmiziy to'plagan sahih. 74. bab. Dinsizlarning fitnasidan azalgan kishining iymonini yoshirishining to'g'risida. 332 hadis. Huzayfa radhiyallohu anhu mundoq deydi: Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga edik. Rasululloh bizga sizlar menga qancha kishining musulmon bo'lganligini, qanchalik kishining islom shahodatini talaffuz qilganligini sanab hisoblab beringlar dedi. Biz ey Allohning elchisi, biz musulmon bo'lgan kishilar 600 dan 700 tursak, sizlar yana bizga anziryapsizlar desak, Rasululloh sizlar bilmaysizlar. Sizlar pat yaqinda sinoq balolar bilan sinansanglar mumkin dedi. Biz Rasululloh sanaldik. Hatta bizning jumlamizdan bo'lgan kishilar namozdan maxfiy o'qishga boshladi. 75. bab. İmanından ensirilgen kişinin kalbini haqqa mayil qilish, qat'iy dalilsiz biror kishini mu'min deb hukm qilishdan cheklash to'g'risida. 333, 334, 335, 336 hadislar. Said radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir qism kishilarga bir narsa berib, ulardan ma'lum bir kishiga bermadi. Men shu chog'da o'ltirib edim. Haliqi narsa berilmagan kishi meni hammadan bak hayron qoldirdi. Ya'ni u mu'min edi. Men o'rnimdan turib, ey Allohning elchisi, sizlarga nima bo'ldi? Faloniq bermadilg'u. Alloh bilan qasamki, men uni mu'min deb qarayman desam, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yoki musulmonda dedi.
Ben yuqori so'zni 3 qatim takrorlasam, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam har qatim mutlaqo javob berib, "Ey Sa'di, men ba'zi kishilarga narsa beraman. Amaliyotda uningdan boshqasi menga suyunlikdir. Mening u kishiga narsa berishim Alloh taoloning u kishini do'zaxga yuzidan tashlatishidan ansirganligimdan bo'lgan. Ya'ni men uning qalbini islomga moyil qilish uchun beraman. Bo'lmasa u do'zaxga kirib ketadi" dedi. Buxoriy, Muslim, Bayhaqi, Abu Davud to'plagan. Sahih. Zuhayri islom degan shahodat so'zi iymon degan yaxshi amaldir dedi. Shayx Husaymin islom bilan iymon birga kelsa iymon afzaldir. Bu ikkisi ayrim kelsa har ikkisi bir-birining ma'nosini o'zib oladi dedi. 76 bab. Dalillarning oshkora bo'lishi bilan qilib xotirjamligining ziyoda qilinishi to'g'risida. 337, 38, 339 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Biz shakka, ya'ni qalbimizni xotirjam qilishga Ibrohimdan bakrak loyiqmiz. O'z vaqtida u: "Ey Ibrohim, ey Rabbim, o'liklarni qaysi holatda tirildirganligini menga ko'rsatsang" dedi. Alloh uningga: "Sen texi iymon keltirib mo'min bo'lmadingmi?" dedi. Ibrohim undaq emas. "Men mo'min, shaksiz ishonuvchi, lekin qalbim arom topsin, xotirjam bo'lsin uchun so'radim" dedi. Allah lütfa rahmet qilsin. Haqiqatan o iltijo qilgan kishi jamoatga yana hujumga erishgan. Chunki Alloh va farishtalar uning bilan birga edi. Lekin u kashki mening kuch-quvvatim bo'lsa edi, yoki iltijo qilgan kishi jamoatim bo'lsa edi, cho'qim sizlarga zarb bergan bo'lardim deb qoldi. Surah 80-oyat. Agar men turma ishida 100 turgandek uzun turgan bo'lsam, albatta chaqirib kelgan kishiga javob berib, turmadan chiqib ketgan bo'lardim. Men Yusufning sabrisidan hayron qoldim. Buxoriy, Muslim, Ahmad, Bayhaqi, Ibn Majah. 77 bab. Muhammad sallallohu alayhi vasallamning barliq kishilarga payg'ambar qilib avatilganligiga va Ibrohim millati islom dini bilan barliq yo'llarni amaldan qoldirganligiga iymon keltirishning vojibligi to'g'risida. 340 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Her qandaq bir payg'ambarga kishilar ishinib, iymon keltirgandek mislsiz mo'jiza alomat berildi. O'zidan burungi payg'ambarga berilgandek mo'jiza alomat berildi. Haqiqatan menga berilgan mo'jiza alomat bo'lsa, Alloh taolo menga vahiy qilgan vahiy Qur'ondir. Men qiyomat kuni payg'ambarlarning ergashuvchilari, iymon keltirgan kishilari eng ko'p bo'lishini umid qilaman. Chunki Qur'on menga saqlanib turgan mo'jiza alomatdir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ergashuvchilari hammadan ko'pdir. Buxoriy, Muslim, Ahmad, Bayhaqi to'plagan. 341 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Muhammadning jini qo'l ilgili bo'lgan Alloh bilan qasamki, mushu ummatdan biror kishi ham Yahudi ham Nasaralardan bo'lgan birsa, men avatilgan narsaga, ya'ni mening elchiligimga va Qur'onga iymon keltirmay o'libdi deganni men anglasa, iymonsiz o'lsa, u shaksiz do'zax ahlidan bo'ladi. Muslim 218 hadis, Ahmad 7556 7856. 342 hadis. Xorasonlik bir kishi Shu'baydan biz tarafdagilar o'z dedak cho'risini azod qilib, ondan nikoh olgan kishi xuddi kala to'ysiga mingichiga o'xshaydi deyishdi deb so'raganda, Shu'bay menga Abu Musa radhiyallohu anhudan bunday bir hadisni so'zlab bergan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Üç türlü kişilerge ecir savab ikisi verildi. Birinci, Yahudi Nasaralardan ibaret ehli kitaplardan öz peygamberi iman keltirgen, andın Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemni tepip, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemge iman keltirip ergeçken, şeksiz tasdiqlagan kişiге iki ecir var. İkinci, Hocaynning haqqini ve Allah'ın haqqini yaxshi ado qilgan qulga iki ecir var. Üçüncü, özü münasebet qilgan didek çöresiga yaxshi g'izo berib, yaxshi adab axloq o'rgatib, yaxshi ta'lim berib, ilim o'rgatib, ondan azod qilib, o'z nikohiga ilib, to'y qilgan kishiga ikki ajr bor. Ya'ni ajr mukofot bo'ladi. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Tirmiziy, Nasai, Ibn Majah to'plagan sahih. 78 bab. İsa alayhissalomning payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning shariati bilan hokimiyat yurgizib chiqish to'g'risida. 344-345 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan:
Allah bilan qasamki, pat yaqında aranglarga Maryamning o'g'li Aysa tushishi mumkin. U adil imom, adil hokim bo'lib tushishi mumkin. U tushib kirish belgisini chaqadi. To'ng'izlarni o'ltiradi. Jizya, jon bejini amaldan qoldiradi. Ya'ni u chaqda kishi ya musulmon bo'ladi, ya o'ldiriladi xolos. Mal dunyo shundoq ko'payib ketadiki, uni hech kishi qabul qilmaydi. Hatto birli sayda qilib olish bu dunyodan va dunyoning ichidagi barcha narsalardan yaxshi bo'lib qoladi. Ondan Abu Hurayra radhiyallohu anhu agar xohlasanglar har qanday bir ahli kitob bo'ladigan Aysoning o'lishidan burun uning iymon keltirdi degan oyatni o'qinglar dedi. Buxoriy, Muslim, Ahmad, Bayhaqi, Tirmiziy, Ibn Majah. 346, 347, 348, 349 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: Alloh bilan qasamki, Maryam o'g'li Aysa cho'qim odil hokim bo'lib tushdi. Kirist belgisini chaqadi, to'ng'izni o'ltirdi. Dinsizlar islom davlatiga topshirgan qon bejini amaldan qoldirib, faqat islomni qabul qiladi yoki o'ltirdi. Mal dunyoning barkatining ko'pligidan tugi bozorlari tark etilib, tashlanib qoladi. Hech kishi uningda barakat qilmaydi, harakat qilmaydi, ham uni minmaydi. U chog'da o'ch adovat, dushmanlik, iq dahshat yo'qaydi. Albatta, Isa mal dunyoni elolinglar deb chaqirsa, hech bir kishi uni qabul qilmaydi. Muslim 221 hadis sahih. Yana bir xotirda Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: Maryam o'g'li Isa alayhissalom aranglarga tushganda imomlar yanada sizlardan bo'lganda qandoq bo'lib ketasizlar? Maryam o'g'li Isa aranglarga tushib sizlarni o'ziga imom qilganda holinglar qandoq bo'lar? Haqiqiy Muslim to'plam sahih. 350 hadis. Jabir radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: Ümmetimden bir belek kişiler kıyamet günüge haq ustida mustahkam turib, g'alaba qilgan holda dushmanlarga qarshi jang qilib turdi. Ondan eng oxirgi toifa orasiga Maryam o'g'li Isa tushdi. Uningga ularning amri xalifasi bu yoqqa kel, bizga namoz o'qib bergin deydi. Isa yo'q, haqiqatan ba'zonlar amir imom bo'lsalar, bu Alloh taolaning bu ummatni hurmatligidir deydi. Muslim, Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim 1. qism 79. bab. İman qabul qilinmaydigan zaman to'g'risida. 351, 352 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: Kun kirgan joydan chiqmagacha qiyomat qoyim bo'lmaydi. Kun kirgan joydan chiqqanda bo'lsa, kishilar uni ko'rib, hammasi iymon keltirib, mo'min bo'ldik, musulmon bo'ldik deb ketadi. Ana shu chog' bo'lsa, hech bir kishiga shuningdan burun iymon keltirmagan bo'lsa, shuningdan burun iymonda yaxshilik qilmagan bo'lsa, alomatni ko'rib aytgan iymoni, qilgan yaxshi amallari foyda manfaat qilmaydigan chog'dir. Shu zamondan keyin tug'ilganlarga iymoni foyda qilishi mumkin. 353 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: Uch narsa chiqsa, uningdan burun iymon keltirmagan, iymonda biror yaxshilik qilib boqmagan kishilarga iymoni yaxshiliklari foyda manfaat qilmaydi. Chunki bu uch narsa qiyomatning alomatlari. Birinchi, kunning kirgan joyidan chiqishi. Ikkinchi, dajjolning chiqishi. Uchinchi, zaminning so'zlaydigan hayvoni chiqsa, hech kishiga iymon foyda manfaat bermaydi. Muslim, Tirmiziy. 354, 355 hadis. Abu Zar radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kun kirgan chog'da bundoq degan: Bu quyoshning qayerga borganligini bilamsizlar? Biz Allah va Allohning elchisi olim desak, haqiqatan bu arshtatdagi qarorgohga borgan qadar ma'du. Ondan u berib sajda qilib yiqiladi. U sajdada beshingni ko'tar, kelgan yering qaytqin deyilgan qadar turadi. Ondan u qaytib yana chiqadigan joyidan chiqadi. Yana minib, yana shundoq qiladi. U izni so'rasa, izni berilmay, uningga yana shu so'z qilindi. Bu yana qaytib chiqadigan joyidan chiqadi. Kishilar uningdan hech nima inkor qilmaydi. Ya'ni bu xil ishlar qiyomat kunigacha davom qiladi. Kishilar buni bilmaydi. Oxirda u arish taftida yana sajda qilib turadi. Ondan uningga beshingni ko'tar,
Әті кірген жайыңдың чық deyiladi. Ondan o әтisi kirgan joyidan chiqadi. Bu ishning qachon bo'lganini bilamsizlar? Bu bo'lsa, hech bir nafsiga burun iymon keltirmagan bo'lsa, iymonda yaxshilik qilmagan bo'lsa, iymoni manfaat bermaydigan chog'da yuz beradi. Bu qiyomat alomati. 356-357 hadis. Abu Zar radhiyallohu anhudan men masjidga kirsam Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'tirdi ekan. Ondan kun kirgan chog'da mundoq degan. Bu quyoshning qayerga borganini bilamsizlar? Biz Alloh va Allohning elchisi olim desak, haqiqatan bu arsh tahtidagi qarorgohga borgan qadar mangadi. Ondan u berib sajda qilib yiqiladi. Bu sajdada beshongni ko'tar, kelgan yerim qaytgan deyilgan qadar turadi. Ondan u qaytib yana chiqadigan joydan chiqadi. Yana mengib yana shundoq qiladi. U izni so'rasa izni bermay uningga yana shu so'z qilinadi. U yana qaytib chiqadigan joyidan chiqadi. Kishilar uningdan hech nimani inkor qilmaydi. Ya'ni bu xil ishlar qiyomat kunigacha davom qiladi. Kishilar buni bilmaydi. Oxirida u arish tahtidan yana sajda qilib turadi. Ondan uningga beshongni ko'tar, ati kirgan joyingdan chiq deyiladi. Ondan u atisi kirgan joydan chiqadi. Bu ishning qachon bo'lganini bilamsizlar? U bo'lsa, hech bir nafsiga burun iymon keltirmagan bo'lsa, iymonda yaxshilik qilmagan bo'lsa, iymoni manfaat bermaydigan chog'da yuz beradi. Bu qiyomatning alomati. Shu bo'lsa Allohning Suriyasındagi kun o'zining qarorgohiga qarab mangdi degan so'zdir. Uning qarorgohi arshning ostidir. Buxoriy, Muslim to'plagan sahih. Bu hadis menga mo'jiz o'rnida turmoqda. Quyosh zamonga kirmasdan mangadikan, zamin uning bilan birga mangadi. Bundoq bo'lmasa, kirgan joyidan qandoq chiqadi? Olimlar quyosh o'z amroqlari bilan bir kecha kunduzda 17 million 28 ming kilometr mangadi degan. Alloh olim. Bu to'g'risida suriyasida ochiq qilib quyosh mangadi, o'z palakida sayr qiladi deyilgan. 80-bob. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga vahiyning boshlanishi to'g'risida. 358, 359, 360 hadislar. Aisha radhiyallohu anha mundoq deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga keladigan vahiy dasturida rost tushlardan boshlangan. Uning ko'rgan tushlari tong nuridek ro'shan edi. Keyin u yolg'izlikni yoqtirib qoldi. U Hiro g'orida uyga qaytmay, qanchalagan kechalar yolg'iz istiqomat qiladi. İstikomatga chiqqanda o'zg'uliq ilovatdi. İstikomatdan bo'shaganda Xadicha radhiyallohu anhaning yana qaytib kelib, ikkinchi qatim chiqishdan tayyorlanadi. Bu ish Hiro g'orida uningga payg'ambarlik vahiy kelgan qadar davom qildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzuriga farishta kelib o'qigan dedi. Rasululloh o'qishni bilmayman dedi. Rasululloh farishta meni tutib qattiq qo'yitib o'qi dedi. Men o'qishni bilmayman dedim. İkinci qatim tutib qattiq qo'yitib o'qi dedi. Men o'qishni bilmayman dedim. Meni uchinchi qatim yana tutib qattiq qo'yayotgandan keyin yaratgan Parvardigoringning ismi bilan o'qigan. U insonni lahqonda yaratdi. O'qigan. Parvardigoring eng karamlikdir. Bu qalam bilan xat yozishni o'rgatdi. Insonga bilmagan narsalarni bildirdi. Sura Alaq 1-5 oyat. Dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam farishta bilan tunni qatim uchrashganda paydo bo'lgan qo'rqinch bilan Xuvaylidning qizi Xadicha radhiyallohu anhaning qizi qaytib kelib, qo'rqinchni besish uchun meni uyga qo'yinglar dedi. Uning qo'rqinchi tutkicha ular uni uyga qo'ydi. U Xadichaga ahvolni ma'lum qilib, o'zim to'g'ri qo'rqib qoldim dedi. Xadicha undoq emas. Alloh bilan qasamki, Alloh sizlarni hargiz rasvo qilmaydi, chunki sizlar aqrbolarga shafqat qilinglar, so'zni samimiy rost qilinglar, ojiz bechoralarga yordam qilinglar, yo'qsullarning holidan xabar olinglar, mehmonlarni yaxshi kutib olinglar. Beshiga kun tushganlarga yordam qilinglar dedi. Shuning bilan Xadicha radhiyallohu anha uni tog'asining o'g'li Varaqa ibn Nawfalning qashiga olib, "Ey tog'amning o'g'li, qarindishimning o'g'lining so'ziga quloq sol" dedi. Varaqa Rasulullohdan "Ey qarindishimning o'g'li, nima bo'lding? Nimani ko'rding?" deb so'radi. Rasululloh ko'rganlarini uningga aytib berdi. Varaqa uningga Alloh taolo Musa payg'ambarga tushirgan shariat shudir. Esit, men sening diningga da'vat qilgan vaqtlaringda yosh yigit bo'lgan bo'lsam-ku, esit, men xalqingning seni yurtingdan haydab chiqargan vaqtida oyat bo'lsam-ku dedi. Rasululloh ajablanib, ular meni yurtimdan haydab chiqarmi dedi. Varaqa, haydab chiqaradi. Payg'ambar bo'lgan odam dushmanlik bo'ladi. Sening dinga da'vat qilgan chog'laringda oyat bo'lgan bo'lsam, sana yaqinda yordam qiladim dedi. Uzun o'tmay Varaqa vafot bo'lib ketdi. Vahiy uzilib qoldi. Buxoriy, Muslim. 361, 362 hadis.
Cabir radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vahiyning uzilib qilish to'g'risida hadis so'zlab bundoq degan. Vahiy mendan bir mezgil uzilib qoldi. Bir chog'da men ketib o'tib, osmon tarafdan bir ovozni angladim. Ko'zimni osmon tarafga ko'tarib qarsam, nagahan Ira nomli qorda menga kelgan farishta osmon bilan zamin o'rtasida kursi taxtning ustida o'tirdi. Men uningdan qo'rqib qochdim. Qochaman deb zaminga yiqilib tushdim. Men ahlim Xadijaning yoniga kelib, meni yo'gab qo'yinglar dedim. Ondan Jibril kelib bundoq dedi. Ey vahiy nazil bo'layotgan chog'da kiyimiga cho'mkinib oluvchi payg'ambar, o'rningdan tur. İnsanlarni Allohning azobidan ogohlantir. Parvardigoringni ulug'la, kiyimingni pok tut. Azobdan, ya'ni azobga qoldiradigan ishlarni yiroq bo'l. Ko'p elish niyatini berma. 74-sura Mudassir 1-oyatdan 6-oyatgacha. Ondan keyin vahiy toza qiziq, keyin ko'p nazil bo'lishga boshladi. Buxoriy, Muslim, Ahmad Tayalisi to'plagan sahih. 363-364 hadisler. Yahya rahimullah mundaq deydi. Men Abu Salamet'ten Qur'ondan tunji qism nazil bo'lgan oyat to'g'risida so'rasam, u menga ya ayyuhal muddassir dedi. Men ular tunji bo'lib nazil bo'lgan oyat Iqra bismi rabbik deydigu desam, u menmi bu to'g'risida Jabir radhiyallohu anhudan so'ragan edim. Ve onunğa sen menga degandek desam, u menga men sana faqat Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'zlab bergan narsani so'zlab beraman. Rasululloh mundaq degan. Men Hira nomli qorda bir oy itkob qildim. Men itkob amaliyotini tugatib tushiyotsam, menga nido qilindi. Men o'ng tarafimga qarab hech narsani ko'rmadim. Sol tarafimga qarab hech narsani ko'rmadim. Orqa tarafimga qarab hech narsani ko'rmadim. Beshimni ko'tarib bir narsani ko'rdimda, ya'ni Jibril osmon zamin ostida o'tiribdi. Men qattiq qo'rqib ketib, Xadijaning yoniga kelib, meni yo'gab qo'yinglar, ustimga so'g' qo'yinglar dedim. Ondan Jibril kelib, mana oyatlarni nazil qildi. Ey vahiy nazil bo'lgan chog'da kiyimni tushuntirib oluvchi payg'ambar, o'rningdan tur, insonlarni Allohning azobidan ogohlantir, Parvardigoringni ulug'la, kiyimini pok tut, azobdan, ya'ni azob qoldiradigan ishlardan yiroq bo'l, ko'p elish niyatini berma. Shu chog' bo'lsa namoz farz qilishdan burungi vaqt edi. Buxoriy, Muslim, Ahmad Tayalisi to'plagan sahih. 81-bab. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim 1-qism 81-bab. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni osmonlarga sayr qildirish va 5 vaqt namozning farz qilinishi. 365-hadis va 366-hadis. Qatada Anas, Malik ibn Sa'd radhiyallohu anhumlardan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sayr qildirilgan Me'raj kechasi to'g'risida ularga so'zlab berib bundoq degan. Bir chog'da men atim, ya'ni Ka'baning ul teshida yoki Hajar Aswadning yonida yotsam, tuyuqsiz birisi kelib, yana bir xotirda 3 kishi kelib, qo'rqimni kindikimdan ko'krimgacha yerib, yuragimni chiqarib, iymon va hikmatga liq to'lgan oltin qosh keltirilib, yuragim yuldi. Zamzam suvi bilan yuldi. Ilm, hikmat, iymon to'landi. Ondan uchaylarim va boshqa a'zolarim joyiga qaytarilib, yamab qo'ygandek asla qaytarildi. Ondan menga buraq keltirildi. U eshakdan cho'ngroq, qishirdan kichikroq, uzun oq hayvon edi. Yugursa qalamini to'pini ko'zi yetgan joyga qo'yatdi. Yana bir ko'z yetim miqdoriga bir otlaydi. Men uningga minib Baytul Muqaddasga keldim. Uni payg'ambarlar ulug'ini bog'laydigan halqaga bog'lab qo'yib, masjidga kirib 2 rakat namoz o'qidim. Ondan chiqsam, menga Jibril bir qachida aroq, bir qacha sut aytibdi. Men sutni tanladim. Jibril alayhissalom bundoq dedi. Sen fitrətni, ya'ni dinni qabul qiladigan tabiatni, islom dinini, sunnatni, to'g'ri yo'lni tanlading. Ondan biz osmonga ko'tarildik. Jibril eshikni ochishni talab qildi. Kimsan deyildi. U Jibril dedi. Sen bilan kim bor deyildi. Muhammad sallallohu alayhi vasallam dedi. U ustiga chaqirilganmi? Olimlar ular payg'ambarlikni bilgachga uni so'ramagan, faqat chaqirilganligini so'ragan dedi. Jibril chaqirilgan dedi. Bizga ish keshib berildi. Nagahan men Odam alayhissalomning yonida turman. Mana bu buvang Odam bo'ladi. Uningga salom qilgan dedi. Men salom qildim. U menga salom qaytarib, yaxshi payg'ambar, yaxshi solih bo'lgan marhaba, xush kelibsiz deb menga yaxshilik bilan duo qildi. Ya'ni yaxshilikni so'radi. Ondan biz ikkinchi osmonga ko'tarildik.
Cibril işini açıp verişini soradı. Kimsen değildi. Cibril, sen bilen kim var? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Üstüge çakırıldı mı? He. Bizge iş geçip verildi. Nagahan men ağaç soňlarnyň iki balasy, Meryem ogly Isa aleyhisselam bilen Zekeriya ogly Yahyanyň ýanyp durgan. Bular bir näwir bolup ammalarynyň oglary. Biz salamlaşgandan keyin ularmy meni garşy edip, "Şüpsiz" dep, men üçin ýaxşylygyny sorap dua kıldy. Ondan biz 3-nji kawat asmanga köterildik. Yuqorqy sual jawaplardan keyin iş geçildi. Bu jaýda Yusuf aleyhisselam bar eken. Onunğa barlyk güzellikniň ýerimi berilipdir. Umu merhaba dep men üçin dua kıldy. Ondan biz 4-nji kawat asmanga köterildik. Cibril işikniň açylyşyny talap kıldy. Kim bu? Cibril. Sen bilen kim bar? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ýokurga çakyrylganmy? Şundak. Ondan bizge iş geçildi. Nagahan men İdris aleyhisselamyň ýanyp durman. Biz salamlaşgandan keyin uňy meni garşy edip, men üçin ýaxşylygyny sorap dua kıldy. Allah bu peýgamber togusda biz ony üstün âli orana kötürdik bilen. Ondan biz 5-nji kawat asmanga örildik. Ýokurkydaky sual jawaplardan keyin iş geçildi. Bu jaýda Harun aleyhisselam bar bolup, umy merhaba hoş gepsiz dep dua kıldy. Ondan biz 6-njy kawat asmanga köterildik. Sual jawaplardan keyin iş geçildi. Bu jaýda Musa aleyhisselam bolup meni garşylyk dua kıldy. Biz ötüp ketip atsak, o ýyglap ketdi. Seni nime ýyglatdy diýildi. O, men şunuň üçin ýyglaýmanki, menden keyin peýgamber kılıp äwätilgen kişiniň ümmeti meniň ümmetimden köplek jennetge girdi. Hem burun girdi dedi. Ondan biz 7-nji kat asmanga köterildik. Ýokurky sual jawaplardan keyin iş geçildi. Nagahan men İbrahim aleyhisselamyň ýanyp durman. Mana bu buwaň İbrahim bolady. Onuň salam kılgyn dedi. Men salam kıldım. O maňa salam gaýtyryp, "Ýaxşy peýgamber, ýaxşy salih balaga merhaba, hoş gepsiz" dep maňa ýaxşylyk bilen dua kıldy. O üçsine Beytul Ma'mur goýulypdy. Bu egi ibadet, ziyaret üçin her güni 70 000 ferişte kelip dururken, bular 2-nji gatam gaýty kelmeýärken. Ondan men Sidratul Muntahaga aparyldım. Bundak atylyş Ferişler ilmi şu jaýda toktaýdy, düşken, örlegen närsem şundak. Bu jaýdan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le öýleýärligen. Bunun kuluky peliniň kulugy okşaýarken, mewisi bolsa çoň-çoň tabaklara okşaýarken. Allah'nyň emrinden ony gorşylyk edişlik näse gorşan çagda o öldürip ketdi. Allah'nyň mahluklaryny hiç bir kişi onuň güzelligini isbatlap berişke gaýry bolmaýdy. Bu jaýda ikisi aşkara, ikisi ýoşuran 4 östan bar eken. Men ey Cibril, bu gaýsy östanlar desem, bu iki mahdu ýoşuran östan bolsa jennetke östanlardyr. Bu iki aşkarysy bolsa Nil derýasy bilen Furat derýasydyr dedi. Ondan meni Beytul Ma'murga götürildi. Ne tallygyny başlaýdy. Allah maňa wahy gaýşyk tegişlik, wahy kılmakçy bolgan närseni wahy kıldy. Maňa bir keçkindizde 50 wagt namaz farz kılındy. Ümmetim şunyň içinde. Ondan Musa aleyhisselamyň gaşygaça düşdüm. O Rabbiň ümmetiňe näme farz kıldy dedi. Men 50 wagt namazyny dedim. O Rabbiňe gaýtyp ýeňilişini sorgan. Ümmetiň hargiz gadyr bolmaýdy. Men Beni Israillarny sınap görgen dedi. Men Rabbimden ýanyp gaýtyp geldim. Yani munajatlaşgan jaýga kelip 2-nji gatam munajat kıldym. Allah hemmege gadyr. Halsa ziminde farz kılatdy. Lekin namaz katty ibadat bolgaçka asmanda farz kılındy. Ýokurky her bir asmandyky peýgamberler ahwaly we bu munajat ahwaly kanapdy, keýfiýaty bizge ma'lum emas. Biz onu bilmeýmiz, emma şeksiz iman keltirimiz. Men kelip, "Ey Rabbim, ümmetimde ýeňilesler" dep soradym. Menden 5 elip taşyldy. Ýene birde 10. Ondan Musa aleyhisselamyň ýanyna kelip 5 ýa-ki 10 elip taşlap ýeňilletdi dedim. Ümmetim gadyr bolmaýdy. Ýene gaýtyp berip sorgan, ýeňilletişini sorgan dedi. Men Rabbim bilen Musa aralykda 5 wagt namaz kılgaça düşüp ýürdüm. Bu ýene ýeňilletişini sorgan dep turup aldy. Ahyry Allah Taala, "Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, hakykatan bu bir keçkindizki 5 wagt namazdyr. Her bir wagt namazga ony berildi. O 5 wagt 50 wagt bolady. Kim bir ýaxşylygyny maksat niýet kılıp, amel kılalmasa bir ýaxşylyk gezdi. Eger amel kılsa 10 ýaxşylyklarynyň barabary gezdi. Eger ýamanlyk maksat kılıp amel kılmasa hiç nime ýazylmaýdy. Eger o ýamanlykny kılıp çalsa bir günah gezdi. Men bendelerimde ýeňilletdim. Hem sizler bu farazyny rawan kılıp ýa kılýar" dedi. Men Musa aleyhisselamyň ýanyna düşüp bularny habar kıldym. O ýene gaýtgyn, Rabbiňden ýeňilişini sorgan dedi. Men Rabbimden gaşyk bereýärek kız bolup, aya kılıp tartınıp kaldym dedi.
Ahmad 17165 hadisdə, Nəsai 444 hadisdə, Tirmizi 3269 hadisdə, Beyhaqi hətta Buxari Müslimlərin toplagan. Bu sahih hadis sahihning 127 hadisdə yazılıb bolğan. Bu hadisni Ahmad bilan Muslim Anas radhiyallohu anhudan toplagan. Sahih. Her ikkili hadis Mi'raj hadisi deyiladi. Cezmen 5 namazın farz kılınışı 50 vaktin 5 vakit sürülüşü 127 hadis bilen sahihning 2866 hadisi o'xshash. Mishkatning 5862 hadisi. 367 hadis. Anas radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kichik chog'da kichik bolalar bilan o'ynayotsa, Jibril kelib uni tutib besib, qalbini yerib, uningdan uyul laqtiqonni chiqarib tashlab o'tib, mana bu shaytonning sendan bo'lgan nasibasidir deb, ondan qalbini oltin qachida zamzam suvi bilan yuvib, ondan keyin yarg'an joyini yig'ib, ikilib öz o'rniga qaytirib qo'yibdi. Ondan kichik bolalar oldirgan holda Rasulullohning inik onasining qashiga kelib, Muhammad o'ldirildi debdi. Ular Rasulullah'ın aldığı çıksa, Rasulullah'ın rengi özgürlük edipti. Ben Rasulullah'ın kökörlükki eliqi yığınının izini köpgendi. 368. hadis yuqorqo o'xshashdir. 369. hadis. Abu Zar ibn Abbas, Abi Batul Badri radhiyallohu anhumlardan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan. Men Mekkadagi chaqda uyimning o'g'isi ochilib, Jibril tushdi. U ko'ksimni yerib, ichib, ondan qalbimni zamzam suvi bilan yuvdi. Ondan hikmatga, iymonga to'lgan oltin qacha, Patnusni ilib kelib, uni qalbimga to'kib, ko'ksimni asliga keltirib qo'ydi. Ondan qo'limdan tutib, meni dunyo osmonga o'rlatdi. Biz osmonga kelganda Jibril dunyo osmonining xazinachisiga mundaq dedi. Eshikni ochqin. U kimsan dedi. Jibril, men Jibril bo'laman dedi. U sen bilan birisi bormi dedi. Jibril, men bilan Muhammad sallallohu alayhi vasallam bor dedi. U uningga elchi avatilganmi dedi. Avatilgan degandan keyin ish kesildi. Biz dunyo osmoniga o'lagan chog'da nagahan bir kishi turdi. Uning o'ng tarafida va so'l tarafida qora narsalar bor bo'lib, o'ng tarafga qarasa kulatdi, so'l tarafga qarasa yig'laydi. U kishi Salih, yaxshi payg'ambarga marhaba. Men ey Jibril, bu kim dedim. U bu Odam alayhissalom bo'ldi. Uning o'ng va so'l tarafidagi qora narsa uning bolalarining ruhlaridir. O'ng taraf ahli jannat ahlidir. So'l tarafdagi bo'lsa do'zax ahlidir. O'ng tarafga qarshi keladi, so'l tarafga qarshi yig'laydi dedi. Ondan meni Jibril ikkinchi osmonga kelgunga qadar o'rlatdi. Ondan u eshik boqar xonasiga bilgandan keyin eshikni ochdi. Men Idrisning yonidan o'tganimda u Salih yaxshi payg'ambarga qamlashib marhaba xushyoqsiz dedi. Men bu kim bo'ladi desam, u bu Idris bo'ladi dedi. Ondan Musoning yonidan o'tibman. U mu yaxshi payg'ambar, yaxshi qilinish marhaba dedi. Kim bu desam, Muso dedi. Ondan keyin Aysoning yonidan o'tdim. Yani shunday so'zlar deyildi. Ondan İbrahim'nin yenidən öptüm. Bu mu merhaba dedi. Ondan meni şunday üstünge öğretti ki, hatta ben Mustafa'ga öğrettim. Yani Rabbim bilen münacat kıldıran üstünge öğrettim. Ben o cayda kalanlarının avazını anladım. Allah Teala benim ümmetimge 50 vakt namazını farz kıldı. Ben şunun bilen qaytib düşüp Musa'nın yanında öpüp kaldım. Musa, Rabbim ümmetimge ne farz kıldı dedi. Ben Allah onlarga 50 vakt namaz farz kıldı dedim. Musa bana Rabbimge qaytib var. Çünkü ümmetin takat kılamaydı. Onun kadri bulanmaydı dedi. Ben Rabbimge qaytib bardım. Bunun yerini götürüp etti. Ben bunu qaytib düşüp Musa'ga dedim. O yine Rabbimge qaytib verip müracaat kılgan. Ümmetin onun kadri bulanmaydı dedi. Ben yine Rabbimge qaytib bardım. Rabbim mundaq dedi. O 5 vakt namaz, 50 vakt namaz tanıqladı. Endi söz mening nazrimda o'zgarmaydi, o'tkelmaydi. Kim 5 vakt namaz o'qisa 50 vakt namaz o'qigan bo'ladi dedi. Men Musoga qaytib tushsam, u yana Rabbimga qaytgan dedi. Men onunğa men to'lib berib, Rabbimdan oyoq qilib taqib qoldim, xijil bo'lib qoldim dedim. Ondan meni Sidratul Muntahaga yetganga qadar opirildim. Buning mevalari ajar zaminning tovoqlarida cho'ngan, quloqlari pinning qulqiga o'xshaydi ekan. Buning bir tal quliqi bu ummatni yolg'iz tasqaladi. Shundoq cho'ngan. Uni har xil ranglar, nurlar qo'shib oldi. Men uning nimaligini bilmadim. Hech kishi uni sifatlab bermaydi. Ondan men jannatga kirgizildim. Nagahan uning ichida guhar, gumbazlar bor ekan. Tuproqlari miskga anbar ekan. Muslim 237. hadis, Ahmet 326. hadis, Beyhaqi 370. hadis, 371. 372. 373. hadisler. İbn Abbas radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan. Meni sayr qildirilgan kechasi Musoni ko'rdim. U egiz, salliq, buğday o'nglik budir chach ekan. Xuddi shanoat kishilarga o'xshab ketgan. Aysoni ko'rdim.
U o'tirhal, normal, rengi qizil bilan qomayil, chechim yurisi tushgan go'zal kishi ekan. Men bu kecha Alloh taolo menga ko'rsatgan alomatlar orasida do'zax boshqaruvchi Malikni va Dajjalni ko'rdim. Uningga, ya'ni Musoga uchrashishdan shakki bo'lmagan oyat. Buxoriy, Muslim, Ahmad bilan Bayhaqiyni topgan sahih. 374, 375 hadislar. İbn Abbas, İbn Mas'ud radhiyallohu anhudan biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga Makka bilan Madinaning oraliqdagi bir joyda o'tganda Rasululloh bu qaysi joy dedi. Ular bu Azraq vodisi dedi. Rasululloh go'yoki men mushu vodida Muso qarayotiman. Ondan uning rangini, chechini sifatladi. U ikki oq kasaya ichida ihrom bog'labdi. Ikki barmog'ini qo'lga qo'yib, mushu joydan o'tgan holda Allohga iltijo qilib talbiya aytib ketdi dedi. Ondan biz sayr qilib Siniyat degan tog' yo'liga keldik. Rasululloh bu qaysi niyat, qaysi tog' yo'li dedi. Ular Harsha yoki Lapid dedi. Rasululloh go'yoki men Yunus qarayapman, uni ko'ryapman. U noxus xurmo qo'ziqdan bo'lgan qizil tugusida o'tiribdi. Ustida yong'dan bo'lgan yo'l bor ekan. U labbek Allohumma labbek deb mushu joydan o'tib ketyapti. Muslim hakim topgan sahih. Olimlar mushuningdek qabrda namoz o'qigan, Ka'bani tavof qilgan sifatini so'zlab bergan. Salomlashgan hadislarni men sen Musoga uchrashishdan shakk bo'lgan degan oyatga tafsir qildi. Shundaq ular mundaq degan, ularning haj qilishi ular shahidmi afzal hayotdir. Ularning ibodat qilishini yiroq sanab bo'lmaydi, chunki ular yana taqiy amalning dunyosida ham ular Rabbiga yaqin bo'lishni xohlaydi. Kishi qilayotgan ish ustida qo'pirildi. yoki ularning amallari zikr bilan duodir, yoki bu bir tushdir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni bizga so'zlab bergan, yoki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularning ishlarini shu usulda so'zlagan. Amaliyotda u oyat vaqt ishlar bo'ladi, yoki bu Alloh tarafdan vahiy bilan bildiriladi. To'g'risini Alloh o'zi biladi. Muslimning shariatidan ilindi. Buni Imom Navaviy imonda yozgan. Qoziyat so'zi. 376 hadis. İbn Abbas radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan. Ammo İbrahim alayhissalomga kelsak, sahibonlarga, ya'ni menga qaranglar, ya'ni men bek o'xshayman. Ammo Musa alayhissalomga kelsak, u bug'doy o'nglik, udirchat kechgan ekan. Xuddi men uning qaravotiman. U xurmo qo'ziqda ishlagan arg'amchi bilan nuqtalangan qizil tugmani aldirab talbiya etib, labbeyka degach kelyotdi. Vodiyning egiz joyidan tushyotdi. Ahmad, Bayhaqiy, Muslim 243 hadis. Buxoriy 306 hadis, Ahmad 2372 hadis. 377 hadis. Jabir radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Menga barliq payg'ambarlar tanlandi. Nagahan Musa alayhissalom shanoat erlarga o'xshash kishi ekan. Maryam o'g'li Aysoni ko'rdim. U Urbat ibn Mas'udga o'xshab ketgan. İbrahimni ko'rdim. Nagahan u sen ko'rgan kishilar ichida sahobalarga, yana menga o'xshab ketdi. Jibrilni ko'rdim. U men ko'rgan kishilar ichida Dihiyatul kalbiga o'xshab ketdi. Ya'ni bu inson zoti edi." Muslim bilan Tirmiziy topilgan. Sahih. 378 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Meni sayr qildirilgan Mi'raj kechasi men Musoni ko'rdim. Nagahan u xuddi Shanoat qabilasining allarida kelishgan, kesh taroqliq masjid ekan. Aysoni ko'rdim. Nagahan u o'ttir bo'y, rangi qizil mayil, xuddi hozirli munchidan chiqqandek turdi. İbrahimni ko'rdim. Uning bolalari, ya'ni arablar ichida men unga o'xshayman. Ondan menga ikki xoch keltirildi. Birida sut, birida aroq bor edi. Menga qaysisini xohlasang ichgin deyildi. Men sutni elib ichdim. Onda menga sen to'g'ri, haqdan islom dinini tanlading, to'g'ri qilding. Agar sen aroqni olgan bo'lsang, umiding azib ketgan bo'ladi deyildi. Buxoriy, Muslim, Bayhaqi, Nasai, Buxoriylar topilgan. Sahih.